kasblarni rivojlantirish va yangi mehnat bozori arxitekturasini yaratish kelgusi yil uchun dasturimizning 4-chi ustuvor yo'nalishidir. Endilikda mamlakatimiz mehnat bozorida mutlaqo yangi arxitektura asosida kasb, malaka, texnologiya va ta'limni birlashtiradigan yagona mexanizm sifatida ishlashi zarur. Oliygohlarga kirish istagi bo'lmagan yoshlar texnikumlarga yuboriladi. Yaqinda texnikumlarga zamonaviy qiyofa, yangicha muhit olib kirish bo'yicha 5 yillik dasturni tasdiqladik. Mening niyatim yoshlarimiz talab yuqori bo'lgan kasblar bo'yicha dunyoda raqobatbardosh bo'lsin, kerak bo'lsa boshqalardan bir pog'ona ustun tursin. 2026-yildan boshlab har yili kamida 100 tadan texnikumni to'liq ta'mirlab, texnologik va talab yuqori bo'lgan kasblarga mos holda jozibador qilamiz. Germaniya, Shveysariya, Buyuk Britaniya, Xitoy, Koreya kabi davlatlarning ilg'or ta'lim dasturlari joriy qilingan texnikumlar sonini 100 taga yetkazamiz. 2026-yilda 7 ta viloyatda, 27-yilda esa qolgan viloyatlarda ilg'or kasbiy mahorat texnikumi va kasblar shaharchasi faoliyatini yo'lga qo'yamiz. Bunda ilg'or kasbiy mahorat texnikumlari hududdagi boshqa texnikumlar uchun metodik va amaliyot bazasi sifatida faoliyat yuritadi. Kasblar shaharchasi maktab o'quvchilarini qurilishga, servis, qishloq xo'jaligi, sanoat, transport, yashil energetika kabi sohalardagi zamonaviy kasblarga yo'naltirishga xizmat qiladi. To'qimachilik, qishloq xo'jaligi, turizm, servis, IT kabi yo'nalishlarda 70 mingga yaqin o'quvchi dual ta'lim asosida ham o'qiyapti, ham kamida 10 million so'mgacha maosh olyapti. Dual ta'lim asosida o'qishni samarali tashkil qilgan korxonalarga 7 yil muddatga 5 milliard so'mgacha imtiyozli kredit ajratiladi. Tadbirkorlik reytingida qo'shimcha 5 ball beriladi. 2026-yildan boshlab texnikumlarda dual ta'lim asosida ta'lim olayotgan 100 ming o'quvchiga ilk bor stipendiya to'lanadi. Davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, bolada kasbga qiziqish 7-sinfdan shakllanadi. 9-sinfda esa tanlov aniqlashadi. Shuning uchun endi yoshlarning bilim va qiziqishidan kelib chiqib, ularni aniq yo'nalishlarga saralash tizimi joriy etiladi. Oliy ta'limni tanlamagan yoshlar zamonaviy texnikumlarda talab yuqori bo'lgan kasblarni egallaydi. Joriy yildan ishga tushgan yangi tizim qanday ishlaydi? U yoshlarga qanday imkoniyatlar ochadi? Bugun biz yoshlarni kasbga tayyorlashning yangi arxitekturasi haqida mutaxassislarga gapiring deymiz. Assalomu alaykum. Qilinayotgan ishlar hisobot uchun qilingandek 40 mingdan ziyod yoshlarimizni rasman ishga joylasha olmadi. Kasbni o'zi tanlab kelmayapti. Tayyorlagan kadrlarimizni ham o'zimiz uchun emas, chet davlatlar uchun tayyorlab berganmiz-da. Ular oliy ta'limga qiziqmay ham qo'ygan. Bizda bu kasblarda mutaxassislar yo'q. O'rta bo'g'inliklar ushlab turar ekanda o'zi davlat iqtisodiyotini. O'zi istagi bilan kelmayotgani sababli shunaqa bo'lyapti. Sodiqlik nuqtai nazaridan ham yaxshi mutaxassisni o'zimizda qoldira olmaymiz deyaptilar. Prezident murojaatnomasida yoshlarni kasbga yo'naltirish masalasi nega aynan mana hozir dolzarb bo'ldi? Mehnat bozorida qanday o'zgarishlar kuzatilmoqda o'zi? O'zi mehnat bozori hech qachon bir maromda rivojlanmagan, ya'ni u har doim o'sha sakrash, o'zgarish, sakrashlar kuzatiladi, chunki ish beruvchining talabi har doim biznesni yoki bo'lmasam zamonni zayli bilan bo'lgani uchun har doim mehnat bozori o'zgarishlar fonida va eng qiziq jihati yoshlarimizni bugungi shijoatidan kelib chiqqan holatda mehnat bozori ulardan tez rivojlanyapti. Ya'ni bozor shu darajada bir xil payt tushunarsiz bo'ladiki, hattoki biza ishonch bilan prognoz qilgan 4-5 yildan keyin mehnat bozorida shu kasblar aynan juda talabgir bo'ladi degan joyimizda ham unchalik bo'lmayapti. Oddiygina misol, bugun bozorda o'rta o'sha management deymiz, middle staffda IT soha egalari ko'payib ketdi va endi sekin
biza formatni boshqacharoq qilishimiz kerak. Afsuski bir muddat ushbu soha e'tibordan biroz chekkada qoldi. Ya'ni oliy ta'lim qildik, lekin oliy ta'limga kiradigan, oliy ta'limgacha keladigan bo'g'inni biza kimdir bilan hisob-kitob qilib olmaymiz, prognoz qilib olmaymiz, yo'qmi? O'rtada bir tizim bo'ldi, o'sha litseylar va kollejlar tizimi bo'ldi. Ya'ni texnikumlarning ishini kollejlar vazifasini, funksiyasini kollejlar degan nima bo'ldi, lekin oqlamadi o'zini, chunki texnikum aynan konkret bir kasbga yetuk mutaxassis chiqaradi-da. U kollejlar litseyga kira olmaganlar boradigan joy bo'lib qoldi. Iqtisodiyotda asosiy tayanchi mana o'rta bo'g'in professionallari kerak ekanda. Mana biz masalan farzandlarimizni yo bu oliy ma'lumot olish kerak deymiz-ku, lekin uni istagiga bir quloq tutish kerak ekan. Balki oliy ta'lim olishni istamas, lekin ma'lum bir kasbni yetuk mutaxassisi bo'lmoqchi. Ya'ni o'ziga qo'yib berish kerak ekan, sharoit yaratib berish kerak ekanda. Aynan mana shu o'rta bo'g'inliklar ushlab turar ekanda o'zi davlat iqtisodiyoti. Bizani yoshlarga faqatgina O'zbekiston ichidan ish taklif qiladigan bo'lsangiz, bu uncha qiziq bo'lmaydi. Keyin xalqaro bo'lish kerak. Xalqaro bo'lishi kerak, juda bo'lmaganda mintaqaviy bo'lishi kerak. Juda bo'lmaganda mana mintaqa deganda Yevropa va o'sha Yaqin Sharq va o'sha Janubiy Osiyodagi davlatlarning mehnat bozorlari ko'proq. Va shu asnoda bir qator platformalarni tadqiqot qilganda juda sayoz ma'lumotlar berilgan ish beruvchi tomonidan. Bir tomonda shunaqa bir fikr uyg'onadiki, yuzaki kimnidir o'sha ko'ziga yaxshi ko'rinish uchun o'zini vakantlarini qo'ydi. Balkim migratsiya uchunmi, bandlik agentliklari uchunmi, hisobot uchunmi, lekin o'tda qo'yilayotgan talablar va berilayotgan imkoniyatlarni ishoninglar, hozirgi yoshlarni unaqa takliflar bilan ishga jalb qilib bo'lmaydi. Hurmat prezidentimiz aytdilar, yiliga 600 mingdan ortiq inson mehnat bozoriga kiryapti, yoshlar. O'tgan 25-yilda oliy ta'lim muassasasini 240 mingdan ortiq bitiruvchi, bu xususiy oliy ta'limni, davlat oliy ta'lim, magistratura hammasini olganda shuncha chiqqan bo'lsa, bu yiliga bitirayotganlarning taxminan 40-45% degani. Va eng qiziqarli jihati 40 mingdan ziyod yoshlarimiz rasman O'zbekistonda ishga joylasha olmadi. Ular ishsiz qoldi degani emas, norasmiy sektor hali ham bor. Biza biron bir mutaxassis yetkazib chiqardikmi, bozor uni 100% olmaydi. Rejali taqsimot ishlamaydi. Butun dunyoda bunaqa tizim yo'q. Bozor bugun talab va taklif. Demak, talab bor, yaxshi mutaxassis. Bitta mutaxassislikni aytaman. Mana bugungi kunda bizani korxonamizga bitta tosh o'ymakorligi bilan ishlaydigan korxona chiqyapti deb aytayapti. Navoiydan menga 10 ta tosh o'ymakor inson kerak. Toshkent shahrida ham kerak. Navoiydan topib berdik. Toshkent shahridan topa olmayapmiz. Ya'ni oddiy soha ko'rinishi mumkin, lekin Xitoyning dastgohini ishlatib, katta harsang toshdan har xil bezak beradigan, dekoratsiya qilib beradigan, dizaynerlik san'atiga olib chiqa oladigan muhandisdan so'rayaptilar. Maoshi ham juda yaxshi. Aytayaptiki, oliy ta'lim bo'lishi shart emas deyaptilar. Ya'ni o'rta bo'g'in so'rayaptilar. Mana real hozir bugungi kunda mehnat bozori. Boshimiz qotib qoldi, Toshkent topa olmayapmiz shu mutaxassisni. Tan olishimiz kerak-da, mana shu paytgacha, mana Salay aka aytganlaridek, o'sha qilinayotgan ishlar hisobot uchun, kishi ko'zi uchun, kim uchundir qilinganda, lekin u aynan o'sha maqsadda yo'naltirilmagan. Ya'ni mana shu zanjir bo'laman, birlashtirib qo'yapman yoshlar bilan ish beruvchini, masalan, shunaqa maqsadlar chetda qolib ketgan. Kimdir kelsa tekshiruvga, mana bizda bor mana shunday tizim, bo'ldi, tekshiruv ham yopti bo'lgan. Tayyorlagan kadrlarimizni ham o'zimiz uchun emas, chet davlatlar uchun tayyorlab berganmiz-da. Biz aynan yoshlarni o'zidan so'rab ko'rdik, ular qaysi kasblarda ishlashni xohlashadi va qaysi yo'nalishlarga qiziqishlari ko'proq. Marhamat. Agar sizga 1 yillik bepul yo'llanma berilganda, qaysi kasbga o'qigan bo'lardingiz? Da, dizaynerligiga. Bu uyimdagilar xohlashmagan, поэтому xohlayman nimaga bu yo'nalishga ketish, o'zimga zo'r kiyimlar tikib olish uchun, dizaynlar yaratish uchun. Sartaroshlikka o'qigan bo'lardim. Diplomat. San'at sohasida. San'at. Aynan qaysi yo'nalishda? Musiqa. Kompyuter yo'nalishi bo'yicha o'qigan bo'lardim. Agar sizga 1 yillik tekin yo'llanma berilganda, qaysi kasbni o'rgangan bo'lardingiz? Ekonomist o'rganardim. Jurnalist. IT. Yuristlikka o'rgangan bo'lardim. Tikuvchilikni. Stюардесса. Xattotlikni. Oshpazlikka o'qirdim. IT bo'lsa kerak endi. Не знаю, медицинский, наверное. 1 yillik tekin kurs bo'lsa IT. Nemis tili yoki fransuz tilida yoki bo'lmasa mobilografiya kursida. Kosmonavt. IT o'rgangan bo'lardim. Agar 1 yillik tekin kurs berilsa, qaysi kasbni o'rgangan bo'lardingiz? Logistikani. IT. Buxgalteriya. ITni o'rgangan bo'lardim. Fanlar bo'ladi-yu, biologiya, kimyo, o'shalarni ingliz tilida berishni o'rganardim.
o'quvchilar bilan anonim so'rovnomalar o'tkazganimizda texnikumni o'zing tanlab kelgansanmi, kasbni o'zingiz tanlab kelgansizmi degan savollarga ko'pchiligi ota-onamni tavsiyasi bilan kelganman va hokazo degan nimalar yotibdi-da buni tagida. Endi umuman olganda o'sha nomuvofiqlikda sababi shunda. Ular kasbni o'zi tanlab kelmayapti. O'zidagi iqtidorni o'zi istagi bilan kelmayotgani sababli shunaqa o'ylayapti. Shuning uchun ham biz ota-onalarga aytgan, iltimos qilgan bo'lardik, bolani xohishini, uni kasbga qiziqishini, uni o'zini istagini inobatga olishlari kerak. Hozir O'zbekistonda mana yaqin 3-5 yil ichida mana yangi Toshkent qurilyapti, boshqa qurilishlar bo'ladi. Bizada elementar o'rta bo'g'inda ishlaydigan, santexnikaga tushunadigan, elektrikaga tushunadigan, oddiy mexanik ishlarni bajaradigan liftyorlarni qiymatini ko'rasizlar. Ular oliy ta'limga qiziqmay ham qo'ygan. U yo'nalishda ishlayotganda. Chunki o'zini topayotgani, ishoning bozor shunaqangi talabgor bo'ladiki, agar imkon bo'lsa, yigit kishiga 40 hunar oziydigan bo'lsa, oliy ta'limi bo'lgan odamni o'sha sohani o'rganib qo'ysa kam bo'lmaydi. Men ko'rdim shunaqa, oliy ta'limni bitirgan, ya'ni yaxshi kompaniyada ishlaydigan odam mavsum paytida konditsioner o'rnatar ekan haligi yigit. Chunki juda zo'r tushum, juda zo'r bo'ladi. Men alohida shunga o'qidim, ustozga shogirdlikka tushdim va konditsioner o'rnataman deyapti. Mana masalan, men uyimdagi konditsionerni Toshkent metropolitenini o'sha metroni harakat tarkibini boshqaradigan mashinist o'rnatib berdi. Dam olish kunidan foydalanib. Mana bitta do'stim bor, oliy ta'limni bitirgan u ham, lekin u shunaqa unikal hunar o'rganganki, bu nafaqat O'zbekistonda, hozir Markaziy Osiyoda talash mutaxassis u. Nima qiladi? Klinikalardagi haligi tibbiy texnikani ustasi. MRTlar, haligi nima buzilib qolgan paytida borib tuzatib beradi, u navbatga turadi klinikalar uni ishi uchun. Ular kuniga necha million, ming dollar yo'qotadi bu bir kun bormasa. Shunaqa haligi nima mutaxassis sifatida juda ham talabgor soha bo'lganiga qarang, bu xayolga kelmaydi-da. Masalan, nechta klinika bor, qancha bor-da, har kuni bittasi texnika bilan ishlaydi. U buziladi. Uni hamma ham tuzata olmaydi. Uni maxsus mutaxassis kerak-da. Topolmaganda o'ziga kerakli mutaxassisni qo'y o'zim tayyorlayman yaxshisi degan shu pul katta. Yo'q, yaxshi amaliyotda, lekin bunga zarurat sezilgani sababi yo'q-da bozorda mutaxassis. Noilojlikdan deb qarasak ham bir tomondan qaysidir joyda hatto noto'g'ri bo'lishi mumkin, chunki bugungi kunda bizlarda o'sha Aqua Power taklif qilayotgan kasblar hali O'zbekiston xususiy tizim, to'g'ri? Yo'q, xususiy tizim, lekin O'zbekistonda bu kasblar hali yangi kirib kelyapti. Misol uchun aytaman, qayta tiklovchi energiya manbalariga, qayta tiklovchi energiya manbalariga texnik xizmat ko'rsatish, ya'ni quyosh, shamol generatorlari bizlarda hali yangi kasblar. Ya'ni bizda bu kasblarda mutaxassislar yo'q. Chunki ular bilyapti, O'zbekiston sharoitida yoshlar ko'p, ularni hozir nimalarga o'rgatmaydigan bo'lsak, ertaga sodiqlik nuqtai nazaridan ham yaxshi mutaxassisni o'zimizda qoldira olmaymiz deyaptilar. To'g'ri, bozor shunaqa ishlayapti hozir. Kasbiy ta'lim tizimida xalqaro hamkorlikning rivojlanishi joriy yilda yangi bosqichga chiqishi kutilyapti. Mamlakatimizda Germaniya, Shveysariya, Buyuk Britaniya, Xitoy va Janubiy Koreya dasturlari joriy etilgan texnikumlar sonini 100 taga yetkazish reja qilingani tizimni global standartlarga moslashtirishga qaratilgan strategik qadamdir. Mamlakatimizda kasbiy ta'lim tizimida Germaniya bilan hamkorlik eng tizimli yo'nalish sifatida ajralib turadi. Dual ta'lim modeli va Ausbildung dasturining joriy etilishi o'quv jarayonini bevosita ishlab chiqarish bilan bog'laydi. GIZ loyihalari doirasida esa ta'lim muassasalarining moddiy texnik bazasi mustahkamlangani va pedagoglar malakasi oshirilgani bu jarayonning to'laqonli yangilanganini ko'rsatib beradi. Tibbiyot yo'nalishida ham xalqaro standartlarning joriy etilishi kadrlar sifatini oshirishga xizmat qiladi. Mamlakatimizdagi 15 ta texnikumda Germaniya tibbiyot akademiyasi asosida 1200 nafar hamshira tayyorlash hamda Pearson tashkiloti bilan hamkorlikda xalqaro dasturlarni yo'lga qo'yish sog'liqni saqlash sohasida professional darajani kuchaytirishi mumkin. Bu ayni paytda kadrlarning xorijda ishlash imkoniyatlarini yanada kengaytiradi. Ilg'or kasbiy mahorat texnikumlari va kasblar shaharchasi loyihalari orqali har yili 100 mingdan ortiq maktab o'quvchisini zamonaviy kasblar bilan tanishtirish rejalashtirilgan. Bu esa kasbiy ta'limning ijtimoiy nufuzini oshirishga xizmat qiladi. Chunki jamiyatda hanuzgacha oliy ta'lim ustuvor, kasb-hunar esa ikkinchi darajali degan qarash saqlanib qolgan. Ammo oliy ta'limni tugatgan hamma ham o'z sohasida ishlay olmaydi.
Bu esa mamlakatda har qanday zamonaviy kasblarga bo'lgan talabni oshiradi. Yana bir muhim yo'nalish yashil texnikumlar tashkil etish va ekologiya menejerlarini tayyorlash. Osiyo taraqqiyot banki hamda Yevropa ittifoqi loyihalari orqali yashil iqtisodiyot yo'nalishiga 100 million dollardan ortiq mablag' yo'naltirilmoqda va 90 ta texnikum qamrab olingan. Bu global ekologik transformatsiya jarayonlariga moslashuvdir, ammo yashil ko'nikmalar ishlab chiqarish sektoriga real tatbiq etilmasa, bu tashabbuslar faqat konseptual darajada qolib ketish xavfi bor. Agar shu natijalar ta'minlansa, kasbiy ta'lim haqiqatan ham iqtisodiy taraqqiyotning tayanch bo'g'iniga aylanishi mumkin va yoshlar orasida o'z kasbini topib olganlar ham anchagina ko'payadi. Bugun yana yoshlarimiz uchun ham ma'lumot beraylik. Qaysi mutaxassisliklarga bozorda talab yuqori, boya sanalganlardan tashqari? Yashil iqtisodiyot rivojlangan sari yashil bizneslar, yashil loyihalar ko'paymoqda. Buni yaqqol misoli quyosh panellari o'rnatilyapti, shamol energiyalari. Bularni kelajakda albatta ta'minlovchi kasb-hunar egalari kerak bo'ladi. Ehtiyoj bor. Ehtiyoj bo'ladi. Bu yaqin kelajakda bu kasblarga juda katta yuqori talab bo'ladi va yuqori maoshli kasb-hunar bo'ladi. Hoziroq bor u. Chunki quyosh paneli o'rnatgan yurtdoshlarimiz buzilib qolyapti, mutaxassis topolmayapti. Juda ko'pchilik qidirib yuribdi ularni. Bu sohada aynan kasb ta'lim agentligining hamkorlari bor. Bu UNDP, ya'ni BMTning taraqqiyot dasturi 4000 ta yoshni yashil ko'nikmalarga o'qitish bo'yicha loyihamiz bor. Bu yildan boshlaymiz. Buning 1000 tasi iqtisodiy sharoiti og'ir bo'lgan hududlardagi yoshlarimizni nazarda tutganmiz. Bundan tashqari Germaniyaning GIZ loyihasi bor. Ular mintaqaviy, ya'ni 6 milliard dollarni ajratishgan va bu yashil ko'nikmalarga nafaqat ko'nikma nazariy bilim, balki amaliyotda ham qo'llashlari uchun, masalan, BYD avtomobil shirkati bizga juda katta yordam beryapti. Masalan, Shayxontohur tumanida o'zlarining avtomobillarini berishgan. U talabalar xitoylik hamkorlarimiz bilan birga ham nazariy, ham amaliy ko'nikmalarni o'rganib, BYD kompaniyalariga kelajakda mana bu yashil avtomobillarni sozlash bo'yicha o'z kasb-hunar egalari bo'lib yetishadi. Endi mana yuqorida biz tadbirkorlik haqida gaplashdik. Mana o'sha konditsioner o'rnatadigan, o'sha santexnikani tuzatadigan, umuman yoshlarda tadbirkorlik ko'nikmasini qanday shakllantirish mumkin? Biz bu savol bilan dasturimizning sun'iy idrokka ega ekspertidan so'radik, Donaxondan. Yoshlarda tadbirkorlik ruhini shakllantirish uchun avvalo ularda mustaqil fikrlash va tashabbus ko'rsatish ko'nikmalarini rivojlantirish zarur. Buning eng samarali yo'li ta'lim jarayoniga amaliy loyihalarni kiritish, startap musobaqalari va biznes simulyatsiyalarini tashkil etishdir. Muvaffaqiyatli tadbirkorlar bilan uchrashuvlar, mentorlik dasturlari yoshlarning real tajribadan o'rganishiga yordam beradi. Uchinchi muhim omil xatodan qo'rqmaslik madaniyatini shakllantirish. Yoshlar muvaffaqiyatsizlikni tajriba sifatida qabul qilishni o'rganishi kerak. Shuningdek, moliyaviy savodxonlikni erta yoshdan o'rgatish, kichik biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, oilada ham mustaqillikni rag'obatlantirish tadbirkorlik ruhining mustahkam poydevorini yaratadi. Endi yoshlarni kasbiy ta'limga o'zi kuchliroq jalb qilish uchun qandaydir bir motivatsiya usullari ko'zlandimi bizda? Masalan, chunki hozirgi yoshlarni majburlab bo'lmaydi, ya'ni ma'lum bir qanaqadir rag'bat mexanizmlari joriy etilyaptimi, ko'zlanyaptimi mana? Dual ta'lim bo'yicha ta'lim oluvchilarga bazaviy hisoblash miqdorini bir baravar miqdorida uni o'zlashtirish natijasidan qat'iy nazar hammasiga, demak, stipendiya to'lash amaliyoti yo'lga qo'yilmoqda. Undan tashqari, a'lo baholarda yoki xalqaro miqyosda, mahalliy miqyosda tanlov g'olibi bo'lgan o'quvchilarga, demak, bazaviy hisoblash miqdorini 3 baravari miqdorida stipendiya to'lash amaliyoti joriy qilinadi. Bugungi kunda o'sha kasblarni 1-4 sinfdan atrofimizdagi olam, 4-5 sinfda kasblar alifbosi, 7-9 mening kasbim, 10-11 sinfda kelajakdagi kasbim o'quv dasturlari orqali kasblarga qiziqtirish amalga oshirilmoqda. Bu o'sha maktab davrida, umumta'lim maktablarida amalga oshirilayotgan dastur hisoblanadi. Hozir kasbiy ta'lim. Bu hozir bormi shunaqa dasturlar? Bu narsa o'sha joriy qilindi, tasdiqlandi, bu amalda joriy qilindi, bu hozir joriy qilindi. Hozir maktablarda bor demak shunaqa. Bu narsa bor. Fanlar bormi shunaqa kasbiy ta'lim fanlari? Shu maktab deganiga bitta urg'u berib o'tmoqchiman. Toshkent shahar
bizani o'sha uyimni yonidagi maktabimiz bor, o'g'lim ham o'sha maktabga boradilar. Direktori menga chiqyapti-da, sizni haftada 2 marta jalb qilsak bo'ladimi darslarga dedi. Tinchlikmi desam, ishbilarmonlik bo'yicha bizda hozir Toshkent shahar hokimining maxsus bitta topshirig'i bo'ldi, qarorlari bo'lgan dedi. Biza o'sha albatta uy atrofida, albatta ota-onalardan kelib chiqib, mana shu nimaga va bu to'lanadi dedi. O'sha sizni bank kartangizga biza o'sha to'lov qilamizda, haftasiga 2 kun kelib, bizani 10-11-sinflarga ishbilarmonlikka, tadbirkorlikka yo'naltirish bo'yicha alohida soat qilib beryapmiz. Faqat ishbilarmonlikmi deganda, yo'q dedi. Tibbiyot yo'nalishi alohida, demak, sun'iy intellekt bo'yicha alohida dedi, IT alohida, robot texnika alohida, fizikada telekommunikatsiya alohida dedi. Telekommunikatsiyani aytyapti. Bu zo'r amaliyot, Salay aka. Rozimisiz dedim. Aytib roziman dedim. Menga o'sha ajratayotgan mablag'ingizdan men o'sha maktabni fondiga topshiraman, menga dedim emas. Boraman dedim. Faqat o'sha vaqtini kelishamiz dedi. Chunki mana ko'p yoshlar mana 10-11-sinfga borgunigacha hali ham aniqlamagan bo'ladi, ya'ni qaysi kasbni egasi bo'lmoqchi. Ya'ni ota-onalar o'tirib suhbat davomida ham chiqara olmaydi-da. Ya'ni bola o'zi bilmaydi hali kim bo'lishini. Lekin mana shunday mutaxassislar agar kelib ozgina ko'nikmalardan yoki o'sha motivatsiya bo'ladi-da. Masalan, Salay aka, siz masalan o'sha maktabga chiroyli avtomashinada bordingiz, chiroyli kiyingansiz, to'g'rimi? Baribir birinchi tasavvur ko'z vizualizatsiya deydimi? Ya'ni ko'rib, demak, men ham Salay akaga o'xshagan bo'laman. Ertaga shunaqa avtomashina haydayman. Qiziqtirishda bu ham. Endi o'quvchilarni muhokama qilyapmiz, o'quvchilarning taqdiri haqida kuyinyapmiz, lekin bu yerda pedagoglarning malakasi masalasi ham bor. Ularning malakasini oshirish bo'yicha qanday yangiliklar bo'lyapti? Pedagog kadrlar malaka oshirishiga to'xtaladigan bo'lsak, pedagog kadr kasbiy ta'lim sohasida malaka oshiradigan rahbar va pedagog kadrlar kasbiy ta'lim rivojlantirish institutida amalga oshiriladi. Endilikda bunga qanaqa yangiliklar kiritilyapti? Ehtiyojga asoslangan malaka oshirish mexanizmlarini joriy qilish bu nima degani? Hamma pedagogni ham potensiali har xil bo'lishi mumkin. Masalan, aytaylik, pedagog sifatida meni axborot kommunikatsiya salohiyatim siznikidan past bo'lishi mumkin. Ya'ni meni ehtiyojim bugungi kunda hamma pedagog, nafaqat pedagog, barcha kadr bugungi kunda aktiv savodxonligi ularda mujassam bo'lgan bo'lishi kerak. Demak, menda mana shu savodxonlikni shakllantirishga yo'naltirib, demak, malaka oshirish tashkil qilinadi. 2030-yilga qadar pedagog kadrlarni xorijda malaka oshirgan pedagog kadrlarni demak 100 nafardan 2500 nafarga yetkazish davlat dasturida belgilab berildi. Shu bilan birga demak davlatimiz rahbarining 316 sonlik qarorida ham belgilab qo'yilgan bu narsalar. Bu o'z o'rnida pedagoglarimiz uchun juda katta motivatsiya bo'lib xizmat qiladi. Yuqorida xalqaro hamkorlik haqida gap ketdi. Navbatdagi lavhada kasbiy ta'lim sohasida ilg'or mamlakatlar tajribasi haqida so'z boradi. Bugun dunyoda kasbiy ta'lim iqtisodiy taraqqiyotning strategik drayverlaridan biriga aylangan. Rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, zamonaviy mehnat bozoriga mos amaliyotga yo'naltirilgan va ish beruvchi bilan integratsiyalashgan ta'lim tizimi mamlakat raqobatdoshligini oshiradi. Masalan, Germaniya kasbiy ta'limning dual tizimi bilan mashhur. Unga ko'ra, o'quvchilar vaqtning katta qismini ishlab chiqarish korxonalarida amaliyot o'tashga sarflaydi. Qolgan qismida esa nazariy bilim oladi. Ta'lim dasturlari davlat emas, balki ish beruvchi uyushmalar bilan hamkorlikda ishlab chiqiladi. Shunga yaqin tizim Shvetsariyada ham joriy etilgan. Bu yerda o'quvchilarning qariyb 65-70% kasbiy ta'limni tanlaydi. Ta'lim jarayoni 3 tomonlama: davlat, biznes va jamoat tashkilotlari hamkorligida tashkil etiladi. Korxonalar kadr tayyorlash jarayonining to'liq ishtirokchisi bo'lib, o'quvchilar amaliyot davrida maosh oladi. Natijada mehnat bozorida malakali va talab o'rtasida nomutanosiblik deyarli kuzatilmaydi. Osiyo mintaqasida esa Singapur kasbiy ta'limni umrbod o'qish konsepsiyasiga aylantirgan. Skills Future milliy dasturi orqali har bir fuqaroga kasbiy ko'nikmalarni yangilash uchun davlat tomonidan moliyaviy yordam ajratiladi. Texnologik o'zgarishlar tez bo'lgan sharoitda qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlari iqtisodiyot ehtiyojlariga mos ravishda muntazam yangilanib boradi. Janubiy Koreyada Master Schools deb ataluvchi maxsus texnik maktablar faoliyat yuritadi. Ushbu muassasalar sanoatning aniq tarmoqlariga ixtisoslashgan bo'lib, o'quv dasturlari to'g'ridan-to'g'ri yirik korporatsiyalar bilan hamkorlikda ishlab chiqaradi. Ta'lim jarayoni zamonaviy laboratoriya va ishlab chiqarish uskunalari bilan ta'minlangan. Bu mamlakatning yuqori texnologiyali eksport salohiyatini kuchaytirgan omillardan biri hisoblanadi.
Bizim asosiy maqsadimiz nima? Maqsadimiz shu yoshlarimiz ish o'rinlariga ega bo'lishi. Shuning uchun o'rtada hammamizga ma'lumki bo'shlik bor. Ish beruvchilar bilan ta'lim o'rtasidagi bir nima deydi, o'zaro bog'liqlik yo'q. Mana shu tizimda aynan shu bog'larni kuchaytirish, shu talablardan kelib chiqib biz talabalarimizni hozirgi kunda bir qancha dasturlar, nafaqat o'sha talab, kasbga bo'lgan talab, o'sha talabga bo'lgan jahon miqyosidagi dasturlarni hozir olib kiryapmiz. Ta'lim dasturlari haqida? Umuman dastur bu tizim, mana shu aytgan arxitekturani bir tizimi, ya'ni ham o'qitish ularni, ham amaliy ko'nikmalarini, ham ularni ishga joylashtirish. Bu qanaqa ishlaydi? Biz ish beruvchilar bilan birga uzviy, ya'ni yaqindan ishlash. Masalan, bunga yaqqol misol keltiradigan bo'lsak, Aquapower bugungi kunda ish beruvchi eng katta investor kompaniyalardan hisoblanadi. Yaqin kunlarda bizani shartnomamiz qo'l qo'yiladi. $20 million investitsiya qilishyapti shu kollejni hamda talabalari hamda o'qituvchilari. Ham o'qituvchilarni birinchidan ular bolalarga ta'lim beradigan ularni o'zlarini nima deydi, ko'nikmalari, bilimlarini, ya'ni chet ellarda nima deydi, zamon talabiga mos ravishda rivojlantirish, ta'lim dasturlarini rivojlantirish, ularni amaliy ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek birlikda ish beruvchilar bilan yaqindan birlikda bir tizim sifatida, ekosistema sifatida ishlash menimcha nazarda tutilgan. Ya'ni o'sha Aquapower o'ziga mutaxassislarini tayyorlayapti mana shu kollejda. Mana bu yilgi bitiruvchilarni 100% o'zlari ishga olishdi. Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda faqat oliy ma'lumotli mutaxassislar emas, balki aniq kasb-hunar egallagan, amaliyotga tayyor va malakasi yuqori bo'lgan insonlar ham hal qiluvchi o'rin tutadi. Xulosa shuki, kuchli davlat zamonaviy texnologiyani boshqara oladigan, ishlab chiqarishni rivojlantiradigan, xizmat ko'rsatish sohasini yuksaltiradigan kasb egalari bilan barpo etiladi. Eng muhimi, kasb-hunar tanlagan yosh o'zini ikkinchi darajali deb his qilmasligi kerak. Aksincha, u iqtisodiyotning tayanch ustuni ekanini anglashi lozim. Chunki taraqqiyotning haqiqiy arxitekturasi bilim, malaka va mehnat uyg'unligidadir va biz ishonamiz, bir kun kelib hammasi bugungidan ham yaxshi bo'ladi. Faqat shu kunlarni tezroq ko'rgimiz keladi. Gapiringda bugunga yetarli. Hammaga rahmat.